pastki prognatiya yoki makrognatiya prikusni oldinda joylashishi. Ushbu bemorlarimizda asosiy shikoyatlari bu estetik yetishmovchilik, ya'ni pastki jag'ning juda kattaligi, prikusni noto'g'riligi, ya'ni bemorimiz ovqatlarni to'g'ri tishlab olishga qiynalishi va asosiysi gapirishda qiyinligi, talaffuzda qiyinligiga shikoyat qilib kelishadi. Bu kabi bemorlarimizda pastki jag' osteotomiyasi operatsiyasini amalga oshiramiz. Ya'ni bu nima operatsiya? Bu pastki jag'imiz oldinda joylashgan holatlarda pastki jag'ning vertikal osteotomiyasi, ya'ni tashqi tomondan o'tkaziladigan vertikal osteotomiyasi, pastki jag'ni orqaga surishga qaratilgan amaliyoti va pastki jag'ni og'iz ichidan orqaga surish amaliyoti amalga oshiriladi. Shu kabi pastki jag' kattaligi va estetik yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarimiz bizga murojaat qilishlari mumkin. Bu yerda ularni to'g'ri diagnostika qilib, dastlab kompyuter tekshiruvlardan o'tkazib, undan keyin anesteziolog xizmatidan ko'rigidan keyin to'g'ri rejalar asosida amalga oshiramiz va undan keyingi reabilitatsiya davrlarini ham o'zimiz nazoratimiz ostida yuqori malakali shifokorlar tomonidan amalga oshiriladi. Sizda ham shu kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni professional shifokorlarimizga topshirishingiz va ularning xizmatlaridan to'g'ri foydalanishingiz mumkin.